Qarang, bu yerda ikkita uyimiz, bu yog'imiz 3 xona va bu yoq tarafimiz ham 3 xona. 3 xonali yonma-yon ikkita plyusovoy общий kvadraturada hisoblaydigan bo'lsa 134 kvadrat metr bo'ladi. Har bittasi 67 kvadratda. Uy holati o'rtacha top-toza kirib yashaydigan. Uy egalari 76.500 AQSh dollardan so'rashyapti. Sunnatli tuda-suda kelishadigan joylari bor. Va pulingiz yetmayotgan bo'lsa, ipoteka bank orqali ham xarid qila olasiz. Xo'p, bu ko'ryapsiz birinchi qavatda 4 qavatli binomiz edi. Uy holatini birgalikda ko'ramiz. Manzilli Yunusobod 2-kvartal. Shunda Uголовный sudga yetmasdan, Shahristanskiy metroga yetmasdan. Lokatsiyasi zo'r, birgalikda yuring ichkarini ham ko'rib chiqamiz. Qarang, asosiy tashqaridan kirdik. Bu yoq taraf podyezdan ham kirsa bo'ladi, bu yoq tarafga nari tarafdan narigi uyga ham kirsak bo'ladi va balkonda oralni ochib qo'yishgan. Plyusovoyda aytib o'taman. Qarang, bu yog'imizda balkondan kirganimizda zalimiz bo'ladi. Birinchi xonamiz. Keling, bu yoq tarafga keladigan bo'lsa, ikkinchi xonamiz spalnimiz bo'ladi. Zal bilan spalni diametri 320 ga 520. Holati toza, akkuratni. Mana bu eshigimiz esa bizda podyezdan kirish eshigimiz. Xo'p, bu yog'imiz o'zi hojatxona bo'lgan. Hojatxonani bu yoqda olib tashlashibdi. Mana bu yerda birlashgan holatda hamon tualetda juda ham katta sanuzel qilib tashlashgan. Xo'p, bu yoq tarafimizda esa bizda 3-xonamiz. Bu xolasiz ditskiy, xolasiz spalni qilib foydalansangiz bo'ladi. Uzunasiga 520, eniga 245. Shu bilan biz mana qarang. Qaytamiz, mana bu yerdan kirdik biz. Bu yoq tarafdan ikkinchi uyga kira olamiz. Mana, pajyalista. Bu yoq tarafimiz takja. Zal to'g'riga kiradigan bo'lsa, spalni, ikkita xonamiz 320 ga 520. Remont holaticha, takoy kosmetik vложение qilib, mazza qilib foydalansangiz bo'ladi. Bu yog'imiz esa 3-xonamiz. Xo'p, qarang. Bu yoq taraf prixoshkamiz bo'ladi. Bu yoqda podyez eshigi bor, gips karton bilan shifka qilingan. Gips kartonni yechsangiz, podyez eshigi turibdi bu yoqda temir eshik. Bu yog'imiz esa biz hojatxonamiz. Bu yoqda ham olib tashishgan, ikkita uyga bitta sanuzel katta qilib yuborishgan. Bu yog'imiz esa bizda oshxona. Ovqat tayyorlaydigan zona. Gaz plita, umumvalnik, bu yog'imizda shkaf, banka, narsalarni joylashtirsa bo'ladi. Manzil zo'r, lokatsiya plyusovoy 3+3, aka-ukalarga, ulpatga, mana katta oilaga bitta uchastkani turdi bu ham 134 kvadrat. Har bittasi 76.500 dan, bu yog'i ham, bu yog'i ham. Alohida olsangiz ham bo'ladi, bitta ikkilosida xarid qilsangiz ham bo'ladi. Uy egalarining telefon raqamini aytsangiz qoldiraman, tezda aloqaga chiqaverasiz.